Ana akalar, ishni bosyapmiz. Xizmat ko'rsatib Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Qashqadaryo, Surxondaryodan zakat tushyapti. Kelishilgan holatda bo'laveramiz. Keyin xohlasa 7000 ga chiqay dedik. Akalar naqa bilan bo'lmaydi ish. Laytni bosish kerak. Dangillatib. Shunday ko'rib o'tkazib yuborib qizg'anchilik qilish kerak emas. Chiqaralik bo'lmaydi. 1 kvadratiga nechta qish ketyapti? 64 ta ketyapti ekan. Shunda 60 kvadratiga qancha ketdi? 64 ga o'zi obunachilar hisob-kitob chiqarib olaveradi. Biz obunachilar o'ta matematik aka. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana biz yangi ishimizni boshlab oldik. Yo'qsa like bosasizlar. Dadan shunaqa xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar aka. Uyalmasdan. Aka shuncha obunachimiz bo'lib, like bosmayapsizlar. Like bosib olinglar. Mana Ilyosbek ish boshlayapti. Oltayiga, molxonani tagiga. Bunaqa xizmatlarim bor ekan. Mana yizi pullar. Kimda shunaqa talantlar bo'lsa, bosishaveradi. Tashkilan ketdi. Tashlayotmaydi qiz. Qasham aytadi o'ringa. Bir liskada aytvoringlar, bu cho'kib ketadimi, cho'kmaydimi bu. Qanaqa bossa bo'ladi? Yana videoga. Oxirida chiqardi. Ayyo. İş var mı? Sonra gidiyor.